12 noyabr Sharq Turkiston Cumhuriyatlarining qurilish xotir kuni. Shundaqla Sharq Turkiston mustaqil harakatining haqliq bir kurash ekanligini dunyoga isbotlagan kundir. 1933-yili 12 noyabr Qashqarda qurilgan Sharq Turkiston Islom Cumhuriyati qisqa vaqt ichida yiqitilgandan keyin 1944-yili 12 noyabr G'uljida Sharq Turkiston Cumhuriyatining qurilganligi jakolandi. 1949-yili bu cumhuriyat Rus va Xitoy ishg'olchilarining hiyla-mikrlari bilan Xitoy ishg'oliga topshirildi. Sharq Turkistonning qurilish munosabati bilan Shveysariya, Istanbul, Fransiya boshliq dunyodagi nurg'un davlatlarda xotirlash faoliyati o'tkazildi. Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joylaridagi Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Davlat bayramimizga muborak bo'lsin. Rossiya 4 davlatga viza qulayligi yaratib berdi. Liviya, Qozog'iston, O'zbekiston va Tojikiston fuqarolariga viza qulayligi yaratib berish haqidagi rais qarori rasmiy gazetda e'lon qilindi. Bu qaror bilan Liviya, Qozog'iston, O'zbekiston va Tojikistonning ommaviy pasportiga ega bo'lgan kishilarning Turkiyadagi viza turish vaqti har 180 kun ichida 90 kundan oshmaslik sharti bilan asldagi 30 kundan 90 kunga uzartirildi. Birinchi Dünya urushi oxirlashganligining 100 yilligini xotirlash murosimiga qatnashish uchun Fransiyaning Paris shahriga kelgan Rossiya prezidenti Putin bugun Rossiya To'g'ri Fransiya bo'limining savollariga javob berdi. Putin Yevropa kuchli bir iqtisodiy birlik va ittifoq. Bu sababdan a'zo davlatlarning mudofaa va xavfsizlik sohalarida mustaqil va egalik huquqli bo'lish orzusi intayin tabiiydir. Buning ko'p qutbli bir dunyo uchun foydali bir taraqqiyot bo'ladi deb qarayman dedi. Putin yana Fransiya prezidenti Macron o'tirg'i qo'ygan Yevropa o'rtaq armiyasi qurish tashabbusining ko'p qutbli dunyo tartibi o'rnatish uchun to'hfa qo'shadiganligini bildirdi. Paris tinchlik munbirida so'z qilgan Germaniya bosh ministri Angela Merkel Yamanda dunyodagi eng chong insoniy baloyi ofat davomlashmoqda dedi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kotibi dunyo miqyosida yuz berayotgan ko'chmanlik va insoniy krizislarga diqqat qilishga chaqirdi. Munbarga qatnashgan hamma kishiga rahmatini bildirgan Fransiya prezidenti Macron munbarning maqsadining dunyo tinchligi uchun konkret qadamlarni elish va yangi turlarni o'tirg'i qo'yish ekanligini ta'kidladi. Germaniya armiyasiga tava ba'zi ofitser askarlarning siyosiy yo'llarga suiqasd qilishni planlaganligi o'tirg'i chiqdi. Bu guruhning o'zlari yoqtirmagan siyosiy yo'llarni o'xshash kunda o'xshash bir yerga yig'ib o'ltirishni planlaganligi bildirildi. Germaniya Fox jurnalining xabar qilishicha, Suriyalik musafir qiyofatda kirib olgan va terrorlik hujumi planlagan Germaniya armiyasining ofitseri Franco A haqida tekshirish ipag'an Federatsiya jinoiy ishlar ishxonasi texmi cho'ng bir suiqasdni o'tirg'i chiqadi.